Hozir savollar beraman. Noto'g'ri javob bersangiz, sizga Osiyo 1001 profilidan sovg'a bor. Hop. Ketdimi? Tayyormisiz? Tayyor. O'zbekiston poytaxti qayer? Buxoro. Rossiyaning poytaxti qayer? Tojikiston. Maktabda necha bahoga o'qigansiz? 2ga. 2ga. 2chimisiz? Yo'q. Ismingiz nima? Madina. Madina. O'z aslida nima? Mohlaroy. Mohlaroy. Bo'ldi, yutib olishdi. Rahmat Mohlaroyimga. Dilfuza opamdan sovg'a. Asha. Obuna bo'lgan ekanman. Bular o'zi podpisan ekan. Yoshingiz nechida? 20. 20. Qayerda yashaysiz? Metasodda. O'zbekiston poytaxti qayer? Samarqand. Sigirning nechta oyog'i bor? 2ta. Sigir nima beradi? Kofe. Turkiyaning poytaxti? Andijon. O, zo'r javob berishdi, rahmat. Mana sizga ajoyib sovg'amiz. Ochib ko'rishingiz mumkin. Mana podpiska bo'lib olishdi, ko'ryaptimi? Turkiyaning poytaxti qayer? Moskva. Rossiyaning poytaxti qayer? O'zbekiston. Rossiyaning poytaxti? Bilasan? Sochingiz rangi qanaqa? Sariq. Sariq. Ko'zingiz rangichi? Oq. Podpisan bo'lib oling Instagram sahifasiga. Instagram sahifalariga ham obuna bo'lishdi. Do'konda bunaqangi hadyalar juda ham ko'p beriladi. Bir marta kelsangiz, siz ham mijoz bo'lib qolishingiz aniq. Endi manzilni tushuntiraman. Makro Chimyon Pitakdan Sherdil tarafga qarab yurganda, o'ng qo'lda shu do'konda hammangizni kutamiz.